Sister Rebecca here. She's a Uyghur democracy leader representing the Uyghur people, and she has been struggling for the human rights of the Uyghur people since her release to the United States in 2005. We want freedom! We want freedom! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for Tibet! Freedom for Tibet! Biz Tibetlikler bilen birlik qilamiz. Çünkü bizde 49-yılı besip algan, Tibetni 50-yılı besip algan, bizning Uyg'urlarning o'zimizning davlati territoriyamiz bo'lgan, Tibetliklarning o'zining davlati territoriyasi bo'lgan, biz ikkimizning taqdiri o'xshash. Shunda bo'lg'achqa har qatımlıq faoliyatlarni biz birga yapamiz. Jungo hukumatining bostirishi, milliy kimligimizni yo'qotishi Tibet bilan bizning o'xshash. Uyghur xalqi hozir shu olimpikdan foydalanib biz Uyg'urlarni musulmon deblam terrorizm degan yolg'on qalpoq bilan har kuni tutib turmalarga odamlarimiz to'shib ketdi. Uyg'ur xalqining ustidan Xitoy hukumati olimpikni tinch o'tkazamiz degan foydadan foydalanib intayin qattiq bostirib davlat terrorizmi yurgizyapti. Shuning uchun biz bu olimpik asli Uyg'ur xalqi tinchlik ekanmay olimpikdan foydalanib bizning xotirjamligimiz yo'qolganligi uchun shu olimpikdan foydalanib bizmi o'zimizning kishilik huquq ahvolimizni Tibet xalqi, Uyg'ur xalqi birlikda o'tirg'a chiqyapmiz. Biz Uyg'ur xalqi, bizning millatimiz Uyg'ur, Tibet Uyg'ur degan bu ikki hukm Xitoy uchun aytgan vaqtida yer sharidan yo'qitimiz deb o'ylaydigan bir hukm. Şunu biz Tibet halkı, Uyghur halkı birlikte özümüzün Jungo hükümetinden erkinliğimizni, bütün dünyadan erkinlik talep kılımız.